Retinol so'zini eshitishi bilan ko'pchilik ayollarning quloqi mana shunday ochiladi. Nimaga? Chunki umrida krem ishlatib ko'rmagan yuziga u hut qilmaydi, lekin retinol nimaligini biladi. Qizlar, retinol yoshartiradi yuzni. Retinol ugrilardan davolaydi. Retinol pigmentatsiyani oqartiradi. Ajinlarni yoyadi, singanlarni ketkizadi, yuzni yaltiratadi, yoshartiradi. Faqat retinol ojog ham beradi. Yuzinglarni dabdala qilib rasvosini ham chiqaradi. Narsa toshirib yuboradi. Allergichni ham qilib qo'yishi mumkin. Hattoki shunaqa holatlar bo'lgan, retinoldan reanimatsiyaga tushib qolgan patsientlar ham bo'lgan. Demak, nima qilish kerak? Qanaqa ishlatish kerak retinolni, чтобы retinol sizlarga zo'r rezultat berishi uchun. Bu videomni yaxshilab oxirigacha eshitishinglar, chunki tochka qo'yamiz. Retinol haqidagi savollarga nuqta qo'yamiz. Demak, retinolni mana shu ko'rib turganinglardek, mana ikki xil, o'zi turi juda ham ko'p, lekin men mana shu ikki xil variantini gapiraman. Ya'ni ham arzon bo'lsin sizlarga, ham yonbob bo'lsin, ham ishlatishga oson, ham topish oson bo'lsin. Retinolni eng asosiy narsasi, eng birinchi navbatda bitta narsasi bu foiziga. Retinol 0,1%, ya'ni hamma ishlatishi mumkin bo'lgan retinol 0,1% va 0,05% mana shu ko'rib turganinglar xuddi shunaqa retinol. Demak, esinglarda tursin, 0,1%lisi juda kuchli retinol hisoblanadi. 0,05% retinol u ham kuchli, lekin uni ozgina qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladi. Lekin baribir yaxshilab oxirigacha eshitinglar. Demak, retinolni ishlatilish tartibi retinol yoshartirish uchun sizni, ugrilaringizni quritish uchun, ajinlaringizni yoyish uchun, dog'laringizni ketkizish uchun mana bu 0,05% dan boshlaydi. Har doim. Birdaniga 0,1% dan boshlab bormanglar. 0,05% retinolni haftada 2 martadan boshlaysizlar. Ya'ni dushanba ishlatsanglar, keyingisi payshanba ishlatilishi kerak. Shu tarzda 2-3 hafta ishlatasizlar. Keyin deylik 4-haftadan 3 martaga o'tasizlar. Agar hammasi tinch bo'lsa, qizarishlar, achishlar bo'lmasa, 3 martaga o'tasizlar. Bo'ldi. Undan u yog'iga har kunga o'tish kerak emas. Eng yaxshisi, eng bezopasniy varianti qizlar buni haftada 3 marta ishlatib yurish. Demak, asosiy shartlari retinolni ho'l yuzga surish mumkin emas. Ya'ni yuzinglarni yuvib oldinglarda, ozgina yuzinglar ho'l, hali ichlari qurimagan retinol mayza surish mumkin emas. Yaxshilab retinol mayza quritib olasizlar. Ikkinchi sharti, retinol mayzini har xil kislotniy umyvalkalar bilan yoki kislotniy tonerlar bilan aralashtirish mumkin emas. Oddiy umyvalkada yuvib olasizlar, kislotniy bo'lish kerak emas. Yuzni quritib turib, retinolni surasizlar. Vitamin C bilan birga ishlatish ni в коем случае mumkin emas, qizlarjonlar. Mumkin emas, esinglarda tursin. Keyin retinolni vitamin A, ayvit mayzlari bilan ko'pchilik aralashtirib ishlatadi yoki ketma-ketlikda mumkin emas. Iloji boricha retinol ishlatayotgan kuninglar boshqa hech narsa aralashtirmanglar. Demak, yana bitta sharti retinol ishlatgan kuninglar, masalan, retinol surgandan keyin ketidan обязательно pantenol yoki bepanten, ya'ni tinchlantiruvchi krem mayza surish kerak. Agar pantenol, bepantenlar sizlarga kuchsizlik qiladigan bo'lsa, unda albatta bizda mana bu skin repair kremlari yoki o'zimni maxsus mayzlarim bor, o'zim tayyorlaydigan, tinchlantiradigan, ana o'shalarni surishinglar mumkin bo'ladi. Esinglarda bo'lsin, retinolni yozda ishlatish mumkin emas. Demak, faqat qishda ishlatamiz. Qish bo'lishiga qaramasdan retinol ishlatgan insonlar albatta kunduz kuni SPF surishlari shart. Quyosh bo'lishi shart emas, ta'sirchanlik, ultrafiolet nurlari barchasiga retinoldan keyin teri ta'sirchan bo'lib qoladi. Endi agar teringlarda qizarish, teri ko'chishi, ya'ni sho'shinglar paydo bo'lishi mumkin, achishish paydo bo'lsa, albatta retinolni to'xtatib turamiz. Bir haftalarga keyin yana sekin boshlaymiz. Boshqatdan boshlaysizlar, ya'ni o'sha 2 martadan boshlaganinglarni boshqatdan boshlaysizlar. Va bepanten tinchlantiruvchi mayza bilan ishlatishni unutmanglar. Va, конечно, eng zo'r variantlari, meni eng yaxshi ko'radigan retinollarim, masalan, aptechnilardan qo'rqsanglar, bu eng bezopasniy retinol. Buni tarkibida o'sha tinchlantiruvchi kremlari ham bor. Lekin baribir bundan keyin ham men skin repair yoki pantenol ishlatishni tavsiya qilaman. Bu kremimiz retinol, vitamin E bilan bu kremni
Albatta, haftada 1 yoki 2 martadan boshlash kerak bu kremni ham qizlar. Demak, retinolni to'g'ri ishlatish juda ham zo'r natijalarga olib keladi qizlar. Juda zo'r. Hattoki kosmetologlik ishinglar qolmaydi. Umuman kosmetologga muhtojlik qolmaydi agar sizlar retinolni to'g'ri ishlatishni bilsanglar. Retinol homiladorlarga ni в коем случае mumkin emas, emiziklilarga mumkin emas. Har xil rozatsiya, kuchli rozatsiya, har xil toshmalar, dermatologik kasalliklar, giper ta'sirchanlikda retinolni hech qanday turi mumkin emas qizlar. Agar mabodo nimadir savolinglar qolib ketgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Savolinglarni biz albatta har bittangizga javob berishga harakat qilamiz. Retinolni to'g'ri ishlatishni o'rganinglar qizlar. Like bosib qo'ysanglar, bu videoni yo'qotib qo'ymaysizlar. Ertaga bir oydan keyin mayza aptekadan topadigan bo'lsanglar, shunday videomni ko'rib, keyin ishlatishni boshlaydi. Sog' salomat.